karantinda uylandi. Kim eslaydi o'sha karantinda qanaqa to'yni o'tdi? 8 million, 10 million, 20 million bilan to'yni o'tib ketdi. Lekin hech kim esda yo'q. O'tib ketdi-ku to'ylar, hamma baxtli yashayotdi-ku. No ishda u katta to'y qilgan bo'lsa, sen ham xuddi shu narsani qaytarishing kerak degani emas-ku. No ishda sen ko'rpangga qarab oyoq uzat bo'ldi. U millioner bo'lsa o'zini statusi uchun qildi, o'ziga ko'rsa ko'r uchun qildi. Sen ham xuddi shu narsani qaytarishing kerak bo'lsa, uni adas qilib bergandir, dodas qilib bergandir. Uni hayotini qaragan, uni ortiqcha rasvot qilmaydi. O'shancha millioner. Bor bu dunyoga to'y qilasan, ertaga yetmasa kredit olasan, qarz kurs kim to'laydi kredit to'ydan keyin? Na halovat bor, na bir to'yin tatiydi. Ular eng to'g'ri yo'l Yevropada-da, hech qanaqa ortiqcha rasvot yo'q. Bo'ldi, ZAGS oqko'y bo'ldi, shu bilan tars tursa o'tdi ketdi. 4 og'ini chaqiradi yaqinlarini bo'ldi. Nima qiladi? 300 ta odamga yedirib chiqib, to'yindan keyin shu 300 ta odamni hech qaysini ko'rmaysan. Ko'rmaysan.